G'alabani qizimga bag'ishlayman. Bokschi Shahram G'iyosov raqibini nokautga uchratdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. G'iyosov prof boksdagi 17-jangida 17-g'alabani qo'lga kiritdi. O'zbekiston bokschi Shahram G'iyosov 12-aprel kuni Atlantic City'da bo'lib o'tgan boks oqshomida argentinalik Franco Maximiliano Ocamponi nokautga uchratdi deya xabar berdi tadbir tashkilotchilari. Shahram G'iyosov 4-raund yakunida raqibini nokautga uchratdi va ustunlikni davom ettirdi va tanaga aniq zarba berish bilan jangni yakunladi. G'iyosov g'alaba qozondi va UEFA yo'nalishi bo'yicha yarim o'rta vazn toifasidagi chempionlik unvoni uchun majburiy da'vogar sifatidagi o'rnini saqlab qoldi. Shunday qilib, u prof boksdagi 17-jangida 17-g'alabasini qo'lga kiritdi. G'iyosov bu g'alabani bir oy oldin olamdan o'tgan 2 yoshli qiziga bag'ishlaganini aytdi. Men uchun juda qiyin bo'ldi. Bu juda og'ir mashg'ulot lageri bo'ldi, chunki qizimni yo'qotdim. U meni ko'rib turibdi. Hozir menga qarab, men uchun duo qilmoqda. Men uni yaxshi ko'raman. Bu mening qizim uchun. Men unga jahon chempioni bo'laman deb va'da bergandim. U menga ishonadi. Men buni bilaman. Menga imkoniyat bering. Men buni qilaman deya fikr bildirdi G'iyosov. Endilikda o'zbekistonlik bokschi Atlantic City shahrida bo'lib o'tadigan boks oqshomining asosiy jangida EF chempioni Jeyron Enes va UEFA chempioni Eymantas Stanionis o'rtasidagi birlashtiruvchi jang g'olibiga qarshi to'qnash keladi. Shahram G'iyosovga omad va zafarlar tilaymiz. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.